Assalomu alaykum va rahmatulloh. O'quvchilar yaxshimisizlar? Bugun sizlar bilan Miftahul Arabiyya o'qish va yozish 3-bo'lim 2-darsini o'tamiz. Al-Wahdatu Thalitha 3-bo'lim Al-Hayatul Ijtimoiyya, ya'ni ijtimoiy hayot. Muhtaviyatud dars, darsimiz so'z ichiga olgan al-qiroa o'qish qismida bo'lsa, as-sifatu shaxsiyya, shaxsiy sifat, al-qawaid qoida qismida jam'ul muzakkari salim, jami muzakkar solim, al-muzakkar val muannas, muzakkar va muannas, al-kitaba yozish qismida vasfu suvarin bi jumalin basita, oddiy jumla bilan suratni tavsiflash va vasfu sodiq va do'stni tavsiflash. Shularni o'z ichiga olgan ekan. Ad-darsu thani asdiqo min hawlina. Ikkinchi dars atrofimizdagi do'stlar. Shu mavzuda hivorlarni o'qiymiz. Avvalan al-mufradat, birliklar. Mufaddal, afzal ko'rgan, hadiun, tinch, mahbubun, yaxshi ko'rilgan, nashitun, faol, mazuhun, hazilkash, hassasun, ta'sirchan, uhibbu, yaxshi ko'raman, umarisu, shug'ullanaman, aishu, yashayman, atajawwalu, aylanaman, ajtami'u, to'playman, as-siyahatu was-safar, turizm, ayyamut tufula, bolalik paytlari, vaqtlari, sodiqul aziz, aziz do'stim. ثانيا الأسئلة التمهيدية boshlang'ich savollar. هل لديك صديق مفضل؟ ما اسمه؟ senda afzal ko'rgan do'sting bormi? Ismi nima? ماذا تحب فيه؟ undagi nimani yaxshi ko'rasan? ماذا لا تحب فيه؟ undagi va nimani yomon ko'rasan? Bunga og'zaki ravishda javob berib qo'yasizlar. ثالثا استمع واقرأ. ikkinchisi eshiting va o'qing. Sizlar eshitib qo'yasizlar har doimgidek, biz o'qib tarjima qilib beramiz. صديق المفضل أسامة. أفضل كورجن دوستم أسامة. هو صديقي من أيام الطفولة. yoshligimdan beri do'stim. هو من المغرب. غربتان. لكنه يعيش في اسطنبول. lekin u Istanbulda yashaydi. ويعمل في مجال السياحة والسفر. va u turizm sohasida ishlaydi. هو نشيط في عمله. u ishida faol. هو يعيش مع أسرته. u oilasi bilan birga yashaydi. هو متزوج ولديه ولدان. u oilali va ikkita bolasi bor. أحب أسامة كثيرا. Usamani ko'p yaxshi ko'raman. هو هادئ ومحبوب. u tinch, xotirjam va yaxshi ko'rilgan. يرجع أسامة إلى بلده في أيام العطلة. Usama uyiga dam olish kunlarida qaytadi. فنتجول معا. u bilan birgalikda aylanamiz. ونمارس الهواية. hobbilarimiz bilan shug'ullanamiz. كتسلق الجبال والسباحة. ya'ni hobbilarimiz bilan shug'ullanamiz. tog'ga tirmashish va suzish kabi. Birinchi hivorni o'qidik, endi ikkinchisi. Hiba. صديقتي اسمه صفاء. do'stimning ismi Safa. هي صديقة عزيزة. u aziz do'stim. تعرفت إليها في المرحلة الدراسية. uni u bilan o'qish bosqichida tanishganman. هي الآن معلمة في الروضة. hozir u bog'chada muallima. Safa azba. Safa turmush qurmagan. أحب صفا كثيرا. Safani ko'p yaxshi ko'raman. فهي مزوحة جدا. va u juda hazilkash. ولطيف ولطيفة. لكن هي حساسة جدا. lekin u juda ta'sirchan. تعيش صفاء مع صديقتها. Safa do'sti bilan birga yashaydi. أجتمع مع صفا في أيام العطلة. Safa bilan birga dam olish kunlarida to'planamiz, jamlanamiz. فنذهب إلى السوق. bozorga boramiz. ونتجول va aylanamiz. ونتناول الطعام في مطعم عادة. odatda mat'am oshxonada ovqatlanamiz. Demak, ikkinchi hivorimiz ham shundan iborat. Qisqagina ikkita matn ekan. Pastda endi savollar keladi. Robian al-as'ila. Ajib anil as'ilati al-atiya. Quyidagi savollarga javob bering. Min ayna Usama? Usama qayerdan? Min man sadiqa? Sadiq Usama. Usamaning do'sti kim? Maza ya'mal Usama? Usama nima ish qiladi? Man sadiqatu Safa? Safaning do'sti kim? Maza ta'malu Safa? Safa nima ish qiladi? Demak, bu savollarga o'zimiz
Yozma bo'lsa yozma, og'zaki bo'lsa og'zaki javob berib qo'yishligimiz kerak. Unda lug'at qismi bor, kitaba qismi bor. Oxirisi uktubil ibaratil atiya bi xattin jamilin. Chiroyli xat bilan quyidagi iborani yoz. As-sodiq vaqtuddiq. Ya'ni do'stlik qiyin paytda bilinadi. As-sodiqu do'stlik, vaqtuddiq bo'lsa qiyin payt. Ya'ni biz do'stimizni qiyin paytda bilishligimiz mumkin. Va shu bilan darsimiz yakunlandi. Assalomu alaykum va rahmatulloh.